Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, parandash quvozlari. Kitaydan tovarlarimiz keldi. Mana shu korobkada 10 ta dona mana datchiklarimiz yetib keldi. Datchiklarimiz mana 10 ta dona korobkada. Hozir men sizlarga ochib ko'rsatay dedim. Datchiklarimiz keldi 10 dona. Keyinsiga mana bu yoqqa shu to'sir zakaz qiluvdik. Turbaga ulanadigan, shilanga ulanadigan 50 dona. Xuddi mana shunga o'xshagan paketda upakovka keldi. Ochib turib polni ko'rsataman, video cho'zilib ketmas uchun. Keyinisiga bu yoqda mana krasniy lampa 200 voltga. Buni ham ochib tayyor qilib qo'ydim. Sizlar video cho'zilib ketmas uchun hozir ko'rsatib o'taman. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Mana katta korobka 15 dona kelgan. Mana shu ko'rinishda mana. Bu yoqlariga mana yozilgan yo'q. 100 voltdan boshlab 275 gacha bo'ladi. Hozir bularga endi men galichka qo'yib qo'yaman. Chunki mana katta ustida yozilgan 200 ligidan zakaz qildim bu safar. Ko'rinishi ham sal kattaroq. Hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman mana. Mana shu ko'rinishda. Xudo xolasa tovarlarimiz yetib keldi.